Assalomu alaykum, hurmatli Tailandga tashrif buyurgan o'zbek akalar, opalar, oilaviy kelganlar, kollektiv kelganlar. Men ham birinchi marta kelishim, ovqatdan vashi muammo ekan. Lekin akalar baraka topsin, Vostok degan o'zbek choyxonasi ochib qo'ygan ekan Tailandda. Shunday lokatsiyaga Vostok deb yozasizlar, kelaverasizlar, boyagi sassiq ovqatlariga borib o'tirmaylar. Kelasizlar o'zimizni chotki mana somsalar, osh, sho'rva maza qilasizlar. Meva-cheva hammasi bor. O'zbekcha atmosfera. Xohlasanglar muzikachani qo'yib, o'zbekchani maza qilib dam olasizlar. Mana biz ovqatlarni bo'ldik, endi sheriklar keldi. Mana Samarqanddan, Urgutdan Abbos Ustabo. Abbos Maynis. O'zbekiston tarixini bilib turibdi. Somsa bitta gapni. Deb ko'radi, qanaqa aslini turadi. Somsa haqida fikrlaringiz? Yaxshi. Zo'rmi o'zimizniki deymi? Kelinglar, Vostok nomer 1.